Assalomu alaykum do'stlar, Grand Mobile bo'yicha yangi videoga xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun qiziqarli kontent tayyorladik. Videoni o'tkazib yubormang. Bugungi videoda sizlarga Grand Mobile'ni qanday qilib suhbat SBS'dan muvaffaqiyatli o'tish mumkinligini o'rgatamiz. Eng ko'p beriladigan savollar, to'g'ri javoblar va suhbatdan o'tish uchun kerakli maslahatlarni ko'rsatib beramiz. Agar siz ham fraksiyaga kirishni va suhbatdan birinchi urinishda o'tishni istasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Layk bosishni, izoh qoldirishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qaysi OPGda SBS bo'layotgan bo'lsa, o'sha OPGni territoriyasiga boramiz va katta tarkibdan kimdir territoriyada bo'lsa, uni yoniga borib, salom, men ishga kirmoqchi edim deb yozamiz. Xuddi videodagidek. Keyin u sizga stinaga turishni so'raydi va pasportingizni so'raydi. Pasportni RP bo'yicha beramiz. RPni videoda ko'rsatilgan. Pasportni qanday qilib RP bo'yicha beramiz desangiz, videoda hammasi ko'rsatilgan. Videodagidek qilib berasiz. Keyin pasport ko'rsatgandan keyin sizlardan litsenziyani so'raydi. Litsenziyani RPsiz hujjatlarga kirib, litsenziya berishni bosamiz. Keyin xuddi shunday qilib medkartani ham so'raydi. Medkartani ham xuddi shunday qilib beramiz. Keyin sizlarda RP terminlarini so'raydi. SK, DMDB. Buni hammasini ruschasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi Google'da va o'zbekchasiga perevod qilib ответ bersanglar bo'ladi. DMDB SK videoda ko'rsatilgan. Keyin psixologik test o'tkaziladi. Testda orqaga qarang deydi. Orqaga qaraysiz, u nimadirlar qiladi. Nimadirlar qilgandan keyin nima qilyapman deb so'raydi. Siz RP buni ko'rmayapsiz, shuning uchun ko'rmayapman deb javob berasiz. Keyin u sizga o'ziga qarab burilishni so'raydi va sizni fraksiyaga qabul qiladi. Videoni oxirigacha ko'rganinglarga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga layk bosishni unutmang. Yana qanday videolar qiziqroq bo'ladi sizlarga kommentda yozib qoldiringlar. Ko'proq videolar qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.